Assalomu alaykum hurmatli Nurli Craft playerlari. Bugun sizlarga Nurli Craft donat botini treylerini, ya'ni Nurli Craft donat botidan qanday donat qilish, qanday token olish, qanday serverda ranklar qo'lga kiritish, tekin ranklar sotib olish, shunga o'xshash narsalarni, qanday tekinga hisob to'ldirish hammasini tushuntirib o'taman. Bugun sizlarga shu Nurli Craft donat botini kichik obzorchasini ham qilib ko'rsataman, desam to'g'ri bo'ladi. Nurli Craft donat botiga birinchi Telegramda Nurli Craft donat bot qidiramiz. Mana e'tibor bering, Nurli Craft patsiqcha donat, patsiqcha bot. Kirganimiz mana bu yoqda bunaqa kichkasi bo'ladi. Kichkasi zilarda 3D formatga o'xshaydigan narsalar bo'ladi. Aynan shunaqa kichkasi borligi, misol yotganini oling. Bu bot haqiqiy bot, qolganlari soxta. Faqat shu mana shu Nurli Craft patsiqcha donat bot degan botdan olishingiz mumkin. Boshqalardan olmang. Bu xavfsizligingizga muammo tug'diradi. Ya'ni boshqa botga donat qo'ysangiz, u botlarni biz qaytarib bera olmaymiz. Faqat shu botga donat qilgan holatingizda qandaydir xatolik bo'lsa yoki boshqa narsa bo'lsa, siz donatingizni adminlar beradi. Bizda 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati mavjud. Siz donatingiz tez, muammolar tez beriladi. Botda hech qanday muammolar bo'lmaydi. Avvalasi bot endi test rejimida ishlayapti hozirchalik. Keyin test rejimini yopib, real produkt rejimida ishga tushiramiz. Hozircha test rejimida foydalanib ko'rishingiz mumkin, lekin muammolar chiqmaydi. Hozir ham bemalol pul to'lab donat qilishingiz mumkin. Keling, mana startni bosamiz. Mana startni bosganimizdan keyin mana Salon Deploymer Nurli Craft donat botiga xush kelibsiz. Bu yerda balansni ko'rishim mumkin, balansni to'ldirishim mumkin, narsalar sotib olishim mumkin va yordam olishim mumkin. Keling, yordam olib ko'ramiz. Mana yordam bosamiz. Qo'llanma, balansni ko'rish, hisobni tekshirish, ya'ni hisobdagi balansni ko'rish, to'ldirish, karta orqali to'lov qilish, ya'ni to'ldirish balansingizni karta orqali, ya'ni meni kartamga to'lov qilasiz. Meni kartamga o'rnatilgan maxsus chip dasturi sizda qancha to'laganingizni aniqlab botga hisobot yuboradi. Bot esa sizga avtomatik ravishda hisob raqamingizni to'ldirib beradi. Bu yerda hech qanaqa odam qo'li, adminlar qatnashmaydi. Hammasi avtomatik sistema asosida bo'ladi. Va bu yerda mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin yoki adminga biror savolingiz bo'lsa yoki biror muammongiz bo'lsa yozishingiz mumkin. Adminga shuni yozish mumkin. Mana admindan anaqasini qoldirganman bu yerda. Keling, mana balansni ko'ramiz. Hozir balansimda 150 ming so'm bor ekan. Mana men to'ldirib qo'yganman. Keyin to'ldirishni ham ko'rsatib o'taman. Hozir Nurli Craft serveriga kirib olamiz. Bu yerda mana Nurli Craft serveriga kiryapman. Mana e'tibor bering, Nurli Craft serveriga kirib oldim. Mana test nikimdan kirib olganman. Endi keling, birinchi o'rinda bu yerda rejimlarni tanlab ko'ramiz. Mana sotib olish, bu yerda rejimlar chiqib keldi. Mana qaysi rejimga rank sotib olmoqchisiz yoki donat qilmoqchisiz, hammasi ko'rinadi. Keling, anarxiyaga olaylik. Mana keling, mana anarxiyaga olamiz. Anarxiyaga kirib olamiz. E'tibor bering, kirgan bo'lishingiz shart. Kirmasdan turib, umuman bir marta bo'lsa ham kirmasdan turib rank bera olmaymiz. Mana kirib oldik. Mana kerakliklar olaylik bu yerda. Mana e'tibor bering, nikingiz, mana test o'ziniki, mana qarab turing. Bu yerda ham beraman, qarang. Mana anarxiya uchun ranklar, mana ranklar narxi. Keling, mana Nexus sotib olib ko'ramiz. Minecraft nikingizni kiriting. Test. E'tibor bering, bu nikda to'g'ri kiriting, emasa muammo bo'ladi va rankingizga kuyishingiz mumkin, sotib olgan rankingizga. Boshqa odamga o'tib ketsa, o'zbek. Mana qarang, test uzbek. Mana qarang. Bu yerda ko'rsatyapti. Shuni tasdiqlaysizmi deyapti. Aynan shunga bermoqchimisiz deyapti. Bu yerda tasdiqlamaydi bo'lsangiz avtomatik ravishda beradi. Hech qancha vaqtga qolmasdan beriladi rankingiz. Bekor qilishni bo'lsam, o'sha bekor qilinadi bu. Keyin qaytarib olishingiz mumkin. Mana e'tibor bering, 9000 so'm bu hisob raqamingizdan ketadi. Shotingiz emas, mashhurda tashlagan hisob raqamingizdan pul ketadi. Bu yerda mana qarang. Nikimizni o'qib olamiz. E'tiborli bo'lib, test uzbek va tasdiqlayman deb bosaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech qancha vaqt o'tmasdan mana ko'ryapsizlarmi, Nexus rankiga ega bo'ldim. Juda ham oson, qiyin emas. Mana endi balansimni ko'rsam, mana ko'ryapsizmi? Mana pulim ketdi. Shu tarzda bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda olib foydalanib, o'z ba'zida foydalangan ekan. Mana prime rankdan olgan ekan. Xuddi shunday davom etib ketishingiz mumkin. Endi keling, boshqa rejimlarda ham ko'rsataman.
Anaqani tashqari keling box super rejimida ko'rsataman qanday olishni. Mana box super rejimi mana ko'rishingiz mumkin. Kiramiz box super rejimimizga. Mana box super rejimimiz ko'rishingiz mumkin. Avtomat default kit berdi. Keling bunga ham rang sotib ko'ramiz. Mana ranglar yozilgan. Mana ranglar VIP rangi, pro rangi. Keyin mana shu pro rangini olib ko'raylik-da. Yo'qotib olaylik mana yoqilib bo'lmasligi uchun. Keling mana shu scoreboardlarga yaxshiroq ko'rinsin mashq kerak. Mana turib oldim. Endi bu yoqqa o'taman-da. Mana qarang. Mana sal kuchaytirib olaylik. Salgina yoqilib bo'lmas. Mana qarang. Bu yoqdan mana yana bu yoqqa bosamiz. Mana sotib olishga bosamiz. Box superga sotib olmoqchimiz. Ranglar yoki coin. Qaysini sotib olmoqchimiz? Bu kategoriya uchun rang sotib olmoqchimiz deylik. Mana pro rang 15 ming so'm ekan. Keling nikimizni yozamiz bo'yinga tepadagi nikni kopyulet qilib ko'raylik. Yaxshi tomoni. Shuni kopyulet qilamiz, bu yoqqa qo'yamiz. E'tibor bering, bu yerda space qolib ketmasligi kerak va mana bosdim. Tasdiqlayman. O tasdiqlandi. O tak. Mana pro rangimiz berildi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham tez, muammolar yo'q. Hammasi juda ham yaxshi. Keling endi bu yerda coin ham olib ko'ramiz. Hammasi rang sotib olyapmiz, lekin coin sotib olganimiz yo'q. Mana box super coin. Keling mana shuncha coin sotib olaylik. Boynikimiz enter tasdiqlayman. Mana ko'rishingiz mumkin. Birdaniga o'zi mana hech qancha vaqt o'tmasdan mana berildi. Tezligi ancha yuqori. Chunki PASX tarmoqda serverimizda ping ham kam ko'rishingiz mumkin. Va endi qanday qilib balansni to'ldirishimiz mumkin buni ko'rsatib o'taman. Tak, mana balans to'ldirishga bosamiz. Keyin bu yoqda qancha summaga to'ldiramiz shuni e'tibor bering, mana bunaqa yozish kerak. Tak, so'm yoki boshqa narsa qo'shish shart emas. Keling mana qanchaga to'ldiramiz? Mana 2300 so'mga to'ldiraylik. Mana 2300 so'mga to'ldirmoqchimiz deylik yoki tak 3000 so'm deylik. Mana 3000 so'm, mana 3000 so'm e'tibor bering, 3000 so'm yozdim. Enterni bosdim. Mana bunaqa narsa chiqarib beryapti. Ko'ryapsizlar mana. Demak, to'lov qo'llanma, mana buyurtma raqami. Keyin to'lov summasi 3000 so'm, 3000 so'm to'laymiz. Yana qadamlar, birinchi qadam mana shu kartaga o'zingizda xohlagan to'lov tizimingizdan, xohlagan kartangizdan farqi yo'q. Shu kartaga to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Shu kartaga, mana shu ko'rib turgan kartangizga любой to'lov tizimi farqi yo'q. Xohlagan to'lov tizimingizdan 3000 so'm, e'tibor bering, 3000 so'm. Bundan kam ham bo'lmasligi kerak, ko'p ham bo'lmasligi kerak. Mana shu summani o'zi bo'lishi kerak. Tak komissiya to'lovlarini hisobga olib, mana shuncha summa o'tkazishga to'g'ri keladi. Yo'qsa xatolik bo'lishi mumkin. Keyin e'tibor bering, 5 daqiqa ichida to'lashingiz kerak. Mana hozir 36 bo'lsa, 5 daqiqa ichida to'lashingiz kerak bu narsani. Yo'qsa muammo bo'ladi. Keyin belgilangan summadan oshmasin deyaptilar. Keyin to'lovni amalga oshirib bo'lganimizdan keyin mana to'lov tekshirishni bosamiz. Agar to'lov bekor qilmoqchi bo'lsak, bekor qilishni bosamiz. Keling endi biz hozir to'lov qilamiz. Endi telefonimdan ko'rsataman bu yog'ini. Bu yerda pauza qilib turaman-da endi. Pauza qilib turish. Telefonimdan hurmatli playerlar, mana men telefonimga o'tib oldim. Endi men to'lov qilishim kerak. Oy kartaga pul o'tkazishim kerak. Men Leafmobil ilovasidan foydalanaman. Sizlar xohlagan ilovani, xohlagan telefonlaringizda, xohlagan dasturlarni to'lov qilishingiz mumkin. Bu cheklanmagan, xohlagancha to'lov qilishingiz mumkin. Xo'p. Mana men o'zim hisobimga kirib oldim. Endi bu yoqda mana o'tkazmalarga o'taman. Endi men o'zimning kartam bo'lgani uchun, o'zimning kartamga o'tkazganim uchun bu yoqqa bosyapman. Kartalarni o'tkazmasligiga bosyapman-da. Mana qarang. Bu yoqda karta, qaysi kartani kiritasiz? Misol uchun mana shu boy kartani kiritamiz. Men kiritib qo'yganman bu kartani. Mana shu kartamga to'lov qilaman. Mana qarang, e'tibor bering, Nuraziz Narziqulov deb chiqadi karta, boshqa kartaga to'lov qilmay. Mana shu ism, familiya chiqsa yoki Nuraziz Narziqulov yoki Narziqulov deb yoki Narziqulov shunga o'xshash narsa chiqsa, demak, bu meni kartam bo'ladi. E'tibor bering, endi 3000 so'm tashlaymiz. Mana 3000 so'm. Mana komissiyalarni hisobga olgan holatda mana 3000 so'm tashlayapman. E'tibor bering va keyingisi mana tasdiqlash. Mana tasdiqlandi.
bo'ldi, to'lov qilindi. Endi bo'ldi, muammolar yo'q boshqa. Endi boyagi botda davom etamiz. Hurmatli obunachilar, endi ozgincha kutamiz, chunki bu botimiz tekshirish kerak. Tekshirib bo'lgandan keyin amalga oshiramiz. Qani, to'lov tekshirishga bosaylik. Mana hisobingizga 3000 so'm qo'shildi. Mana buyurtma ID, mana hammasi, balansni ko'rish, mana bizning hisobimizga pul ham qo'shilib oldi. O'tak, endi mana shunaqa qilib to'lov qilaverasizlar. Shu tartibda ketaveradi. Mana shunaqa narsa chiqadi. Uni hisobingizga qancha qo'shilgan hammasi ko'rinadi va bu yerdan sotib olishni bosib, keyin endi Bedwarsga sotib olaylik. Ozgina Bedwars qolib ketdi. Bedwarsga keling do'stlar, endi biz Bedwars rejimiga qilib ko'ramiz. Bedwars rejimiga kirdik. Mana bankimiz yo'q. Endi bu yerda startni bosib olamiz. Agar chiqmay qolsa meni shuni startni bosib olasizlar, keyin bu yerda mana sotib olish, Bedwars, franklar, keling VIP rankni sotib olamiz. Bu yerga nickimizni yozamiz. Bu yoqqa ehtiyot bo'ling, mana bu yerda space qolmasin va enter ni bosamiz, tasdiqlaymiz. Hop, mana test nickimizga VIP ranki berildi. Shu tartibda dalal sotib olib, mazza qilib o'ynashlaring mumkin. Muammolar bo'lmaydi. Keling, bu yerda bunaqa tanga ham sotib olishingiz mumkin. Hamma narsa sotib olishingiz mumkin. Full mashtanat botdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Keyin yana bu birpasdan keyin endi yana konkurslar qilib turamiz bu botda. Bu botga sal bosib qo'yinglar. Sal bosganlarga teknik narsalar beramiz, boshqa narsa qilamiz. Keyin Nurli Craft kanaliga obuna bo'lgan playerlarga, boshqa narsalarga, boshqa kanalga obuna bo'lganlarga mana shu bot orqali hisobiga tekinga pul tashlab beramiz. Shunaqa ishlar ham qilamiz, shunaqa konkurslar qilamiz. Chat roulette qo'shamiz, shunaqa narsalar, shunga o'xshash qiziqarli va foydali narsalar qo'shib boramiz bu botga. Albatta bu botdan foydalanishingiz mumkin. Bu botdan foydalanish mutlaqo tekin. Faqatgina rank sotib olish uchun pul to'laysiz, bo'ldi, xolos. Pul to'lashimiz juda ham muammoli ish emas, juda ham oson va juda ham tez. Muammolar bo'lmaydi. Shu tartibda bemalol ishlatishingiz mumkin. Omad.